Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Juma kuninglar muborak bo'lsin. Bo'lsa kundi bayram bo'lsin hammalarga. Bugun Toronto soat tush vaqti bo'lib qoldi, 11:20 bo'ldi. Havo nihoyat yaxshi. Hamda men oldin qatimqi videomda mush oshqozon kislotasi to'g'riliq so'zlagandim. Bu qatim shu oshqozon kislotasi, uningdagi oshqozonniki tuzilish jihatda qanday alayliklar va undan keyin amaliy misollar qatorlarni qilman so'zlab o'tay deb o'yladim. Bugungi plan savollarga javob berish birinchi. Ikkinchidan shu limon to'g'riliq undan keyin har xil yemeklarniki pH kislotalik asos deymiz. Shuni ozroq to'xtalay deb o'yladim. Anından keyin eng oxirida yana oldin qatimga o'xshash badanimizdagi ajoyiblar desam bo'ldi, badanimizdagi ajoyib qiziqarli ishlar desam bo'ldi. Shu to'g'rida so'zlab o'tay deb o'yladim. Undan keyin amaliy misollarni, shu oshqozon to'g'riliq amaliy misollarni so'zlay deb o'ylayapman. Ham savollarga javob qaytarsam, ham savollarga shu YouTube'da, Facebook'da qarindoshlarim yozib savol so'rayotdi, unga javob beryapman. Ammo buningda boshqadan ta'kidlashim, boshqa qarindoshlarning ozroq bo'lsa-mu foydalanib qolamdikin deb so'zlayapman. Bir qarindoshimiz bunday so'rabdi, eg'iz cho'tkilgan chog'da "Yo'q qilman oson" deb. Bu ahvol hamda ko'p odamlarda men anglayman. Yani bo'ladigan ishlar bo'ldi ekan bunday ahvol. U hamda meningcha o'zimning ko'z qarashi, eg'iz cho'tkilgan vaqtida vaqtini qisqa qilib, anandan keyin shu pek eg'izning ichiga cho'nqur cho'tkini cho'nqur qilmay qilish kerak deb javob qaytardim. Undan keyin faqat yana yaxshi bo'lmagan chog'da tish pastasini ishlatmaslik. Nima deb degan chog'da balki bu qarindoshimizniki shu puroqqa ta'mlay bo'lgan sezgirligi bak yuqori bo'lishi mumkin. Shu bir mazgil quruq suda chayqab cho'tkalarni qilgandan keyin yaxshi bo'lgandan keyin asta-asta sinsa, tag'indim yaxshi kutadi deb o'ylayman. Andan keyin yana bir qarindoshimiz so'rabdi, og'zi ochiq bo'ladi ekan davomli. Ko'pincha holda un tomoq yegan chog'da bekrak bo'ldi debdi. Buningdimi balki men shu oshqozon kislotasiniki o'zimning ko'z qarashim, kislotasining ko'p bo'lishidan ochiq bo'lishi mumkin. Andan keyin shu un tomoqlarini yegandim, har qanday tomoqni yeganda ko'p chaynagan vaqtida sinab baqsanlar bo'ldi. Ko'p chaynagan vaqtida tatliq bir xil ta'm chiqadi. Shikar moddasi bor. Un tomoqni ig'ir deb qo'ymiz. Amaliyotda ko'proq chaynab qilgandan keyin shu kislotaligi meningcha shu unniki yuqoriroq bo'lamdiki deb o'yladim. Uni tag'i keyinroq shu kislota nuqtasidan qaragan chog'da uni tekshirib boqaman deb o'yladim. Andan keyin yana bir qarindoshimiz ochig'im kelgan chog'da kekirman debdi. Buningga javob berdim. Faqat ham o'ylarni ochiq keladigan ishlar bo'ladi degandek. Shunlashqa hamda eng asosiysi ochiq kelgan chog'da o'tirib olish kerak. O'tirgan chog'da yana kelib kelsa yetib olish kerak deb qoidalarimiz bor. Shunlashqa buning ilmiy asosi bor. Nima uchun degan chog'da o'zimizni kontrol qilib, o'tirgandan keyin yurak so'qishimiz ostlaydi. Yatqandan keyin tiximdim ostlaydi. Shunlashqa ochiqlanib o'rnimizdan turgan vaqt ochiqlab vaqasak, nafas qisilish, nafsimiz tizilishidi, yuragimizning so'qishi tizilishidi. Shuning bilan sirtdan ko'plagan havoni sumirib olamizda. Havoni sumirib olgandan keyin oshqozonning ichiga havo kirgandan keyin kekirish paydo bo'ladi. Shunlashqa amal bor ochiqlanmaslik kerak. Ba'zi vaqtlarda bo'lib qoldi, ammo kontrol qilishni o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. Andan keyin shu ikkinchi nuqta, ko'pincha qarindoshlar mendan shu yemak-ichmak to'g'risida so'raydi. Ham yemak-ichmakni tadqiq qilgan ayrim tadqiqotchilar bor, oziqliq tadqiqotchilari degandek. Ammo shu turmushimizda ko'p uchraydigan bir qism yemaklarniki shu kislotaligini deb o'tay deb o'yladim. Bo'libmi hamda hammalar butun dunyoda desak bo'ladi, limonni pakaymiz. Hatta shu pit yutadiganlar bor. Shunga men deydiganim hamda men bu limonlarni rasolansam Yaponda ancha-muncha restoranlarda ko'ktatlarning ustiga bir ikki temim qilib qo'yadi ekanda. Shunlashqa bakmo qilib ketmayman. Ammo ba'zi qarindoshlarni ko'rsam shunchalik limonni kunda degidek qiladi ekan. Hamda o'zini ko'ngli topsa yaxshi, o'zining ixtiyori.
Ama mening ko'z qarashim kunni qilolmay, bunun kislotalığı bek yuqori ekan. Men oldin qatam oshqozon kislotasinin qanchalik kuchliligini dedim. Hatto shu tömürünü eritiydi deb. Şunlaşqa bu limonning kislotalık miqdori 2 bilan 3 atrofida bo'ladi ekan. Buni bekni qilsam tishga bek ta'sir qiladi ekan. Tishniki mush oq moddasini tushiradigan, tishni chirtadigan ahvollar bo'ladi ekan. Shunga hammalar bilamiz, hamda hamma ish normal bo'lgan yaxshi. Şunlaşqa shu limonni yegan chaqda bo'libmi choylarga, sularga qilgan chaqda oz miqdorda kunni qilolmay 2-3 kunni bir qilishinglarni umid qilaman. Anandan keyin mush kislotalık nimasi degan chaqda olmani hamda ko'pinchalar o'qimiz ashuna maqol tamsillar bor. Kunda olmaysang doktor kirmaydi degan bir gaplarimiz bor. Bu chet eldimi borki, Yapondimi borki, shunaqa aqliy so'zlar deymizmi? Aqliy so'zlar haqiqatan amroq. Ammo bu olmani bak o'ylayman bu. Olmaning kislotalık nimasi pH-si 3 bo'ladi ekan. Shuning uchun kuchli degan gap. Şunu etrafımdakilerim deyme, özünlerimi sınap baksanlar buludu. Olma yegan siri adamın kusuq açıdı. Kusuq açkan siri tamak yegisi keliyordu, şunu semirip bitiriken adam. Onu ben köp tecrübe kıldım. Şunlaşqa fakat yeginler kelgen çağda bir gün bir atal, ya 2 günde bir atal insanlarımı buludu dep oylayma. Köngül tatkan yiyiş gerek. Ama hadidi insaf su kesse, kusuqni teğimdim açırıp, bilip bilmey jıqtamak yap, onun iki semirisini keltirip çıkırgan gap. Köpinç kasalning manbasi samirish hammalar bilamiz. Shunlashqa mushunga diqqat qilsanglar deb o'yladim. Odatda go'shtlarnikimi? Go'shtnikimi mush kislotalığı 5 bo'ladi ekan. Ondan keyin kundalik turmushimizda iste'mol qilayotgan kofening 5 bo'ladi ekan. Ondan keyin shu belliqniki 6 bo'ladi ekan. Normalli o'ttir hisobda o'ttirisi 7 deb bilamiz hamda doktorchilikda. Köpünçeyle anlagan 7'den yuqorisi asas tap qo'ymiz. Hamda qaritılda mundaq tushundirsam, masalan kislotalık yuqori turib, masalan oshqozon kislotalasi yuqori. Undaqda siz shu kislotalık yuqori narsani yesingiz, bu kislotaning ustiga kislota qo'ysangiz albatta yaxshi bo'lmaydi. Demakki, o'ttir hisobda pH deganimiz 7 bo'ldi. 7'den yuqori bo'lsa asas deymiz. O hem de adeta terhamaknik pH 6 bo'ldi ekan, belliqnikimi 6 bo'ldi ekan. Ama şu 7 deb o çoqum 7 bo'lishi meningcha hamda bir men har qanday nimaning normalli nimasiga statikalar normal chiqirdi, ammo uning esli olmayman deb o'ylayman o'zim. Ammo shu atrofida bo'ldi deb o'ylayman. Shunlashqa odatda shu sho'lgay tükürükning gapini qildik oldin qattam. Shu ham normal ekan. pH 7 bo'ladi ekan, andan keyin kali sutnikimi 7 bo'ladi ekan deb chiqiribdi. Ham kali sut to'g'riliqmi keyin qatimlarda so'zlay deb o'yladim. Andan keyin shu oshqozon, ham oshqozon kelsak, oshqozonniki hamda burunmi men ko'p operatsiyalar qatnashib baqdim. Ajoyib hamda tuzilishi nihoyatda mustahkam. Aldırab oshqozon bir narsa bo'lmaydi desak, neyro xarakterlik oshqozon kasallari ko'p, ammo bu aldırab bir nima bo'lmaydi desak bo'ladi. Hamma narsa ruhdan keladi. Ruh o'ylab topib olamiz kasalni. Shunlashqa oshqozon og'riydi deb shu kasallar ayni vaqtida ko'pinchisi necha yil oshqozon dorisini yegan, ammo tekshirtmaganda odatda ba'zilardan setib oliblar dorilarni. Ammo shu tekshirish natijasida o't tosh bo'lsin, shu oshqozonga o't yallig'i bo'lsin, neyronlarniki g'idiqlash orqali oshqozon taraf og'riydigan holatni shakllanadi ekan. Şu 4-5 yil bika yaptım bu oshqozon dorisini deb o'tini kestirayotganlarmi bo'lgan ko'p kasallarning ichida. Andan keyin hamda bir amaliy misollarni deb bersam, bu oldin qattiq qiz o'ngash bilan shu oshqozonniki munosabatini azroq so'zlagan bo'ldim. Andan keyin shu qiz o'ngashniki 3 tor qismi. Andan keyin shu eng muhim yeri shu nimaga oshqozonga tushadigan yeri. Yani oshqozonniki chiqish eg'izi desa, kirish eg'izi. Mushada oshqozonning amaliy misol desam, oshqozonniki qiz-o'ngash tarafga kirib ketish ehtimoli bor. Buni odatda ko'pinchalar anlaymiz, serg'at yetilib ketibdi deganni. U putimiz tarafniki yeriqning
gibi köpünce öyle bilmez. Ama bedenin içinde mi aşınağı ahvallar yüz berdi. Bunun da bir emeli misal depesem, aşkazan, şu ama resimli köygünlerdek, şu nimege kızın aş tarafki ütüp, hatta mürüsüge çıkıp ketken bir bimar barken çetellik. O videonun ben yapıldığı vaxtım köygendim, İran qağantım rasınsam, her xil kesel buludu cihanda. Şu bir günü bu kız bala, şu oğul dostu bilen ketip atkan çağda, mürüs taraf bir xil kursaq açkan çağda kur vaqırğandan keyin, bunun mürüs taraf vaqıraydı ekan da, şunun bilen bu oğul dostu var, bu biya senin ne boldu dedi, imam uxmayma uzaq vaqt müştaq boldu dedi ekan. Kursaq açkan davamlıq şu taraf nima qildi ekan da, shunda o'ri qiz bor ekan. Ondan keyin bir kuni bu o'g'il do'sti bir tekshirib baqqan dedi ekanda, tekshirib baqqan degandan keyin qarasa bu oshqozni buniki shu serg'at bo'lib, shu serg'at deganimiz shu halqa nimadan sizlar ko'rayotgan qiz do'ngash bilan oshqozonniki tutishidagi yerdan tuyshug'idan chiqib shu nuri taraf kelib qolgan. Ben o'ylab qoldim, o'pkalarni besib hech qanday ajoyib bo'libdi deganlarni o'yladim. Nafas qisishlar yo'qkan. Ama keyin o kız bal doktorga berip tekshirsa, doktorlar hayron qapti, bu oshqozning yo'qtirdi deb keyin tekshirib cho'ng tekshirish ilib qolgandan keyin bu oshqozniki shu taraf kelib qolgan. His qilib uni operatsiya qilib o'rni tushirib qo'ydi ekan, necha yil o'tgan ekan bu qiz shunday samirib ketdi ekan. Mushunday misollar xilba, andan keyin bir hamda köygen deydi degandek men shu yapon ishini to'la deyman, hopmaysizlar. Hamda Yaponda shunday tomoq yeyish musobaqalarini berdi televizorlarda. Shunchalik o'ri qizlar shu ajoyib yeydi tomoqni. Shunga doktorlarimiz shu naq maydon tomoq yegan vaqtida bularni shu tekshiraydi, CT asboblarini ulab tekshiraydi. Bir qiz bor ekan, u qizniki shu oshqozni yegandan keyin bu oshqozni sang tomoq yegan, shunchalik tomoq yegandan keyin sangilab dovsaq taraf kelib qoldi ekan. Shunga singib ekan demakchi-ku. Buni alsam ko'p tomoq yemanglar. Buningdagi gap hamda shu ba'zi odamlarni alayda ashnaqimiz bo'ldi ekan. Shunga u qiz bolimi o'zim dedi, men odat tomoq yemayman, shu televizor chiqadigan vaqtida o'zim chanoq turiblar tomoq yeyman deb. Hozir u qiz bola shu tomoq tadqiqotchisi bo'lib ketibdi. Demakki shunday har xil alomatlar, har xil kasallar bo'ladi. Shunga hamda yana bir ish, hamda shu oshqozonni operatsiyasi. Ko'pincha bilmaymiz, oshqozonni kesibdi, oshqozon rakini kesibdi degan gaplarni anglaymiz. Oshqozonniki hamda kesish operatsiyalariga men bu vatanda xil qatnashgan, buning vaqtlari xil uzun bo'ladi. Shunlashqa shu rakniki qaysi tarafda bo'lishi qarab shu belgilandi operatsiyaniki shekli. Shunlashqa oshqozonning 3dan 2 qismini kesvatsimi burunga o'xshash yashayalaydi odam. Shunlashqa belki ko'p o'ylashning o'rni yo'q demakchi. Shunga hamda amal bor kasalning oldini olish kerak. Agar shunday bo'lib qolgan chaqda amal yo'q, operatsiyaga qatnashib, mening bir bemorim bordi. O bemorim shu pichanliq odamda shunday aniq esimda bor. Oshqozonning 3dan 2 qismini kesvatgan, yomon xarakterlik emas ekan. Kesvatgandan keyin bir vaqtlar kelibdi, shunday samirib ketdi odam. Voy rahmat deb kelibdi. Shular isim keldi. İsim kelgani shu oshqozonniki tuzilishi nihoyat mustahkam bo'ladi. Ko'p o'ylamanglar. Undan keyin yana bir ish shu resimda sizlar ko'rayotgandek yaponcha pirorikin deydi. Bu hamda ba'zi odamlarda bo'ladi ekan, ba'zi odamlarda yo'q bo'ladi ekan, bir xil bakteriya bo'ladi ekan oshqozonda. Ba'zi statistikalarga qarasam, A qon tipidagilarda ko'proq bo'ldi deydi ekan. Er bilan ayol selishtirgan chaqda erda ko'proq bo'ldi ekan deganlarni anglagan. Ameliyatda bu mening atrofimda undaqlarni ko'rdim. Buni uzun mezgilda dori yegandan keyin yaxshi bo'lib ketgan qarindoshlarimni anglab turdim. Degandek, resimda sizlar ko'rayotgandek, haqiqiy shu oshqozonniki normal oshqozon bilan shu pirorikin shu bakteriya bo'lgan vaqtida bundaq bo'ldi deganni tushuntirishga ko'ngillardek shunaq oqishib ketadi ekan, tomirlar ko'pgandek bo'lib, normal ahvolda silliq bo'ladi ekan.
Hamda bugungi qaraq so'zlab qo'ydim. Andan keyin eng oxirida shu odam badanimizdagi bizning hammalarniki qiziqarli ishlar deymizmi? Ajoyiblar. Bularni deb kelsam, biz odamlar o'tir hisobda bir kunda 15 ming qatim ko'zimizni yumib ichib qildik ekanmiz. Chimiltidimiz deymizmi? Andan keyin bizning oshqozonimiz o'zining oshqozon kislotasini qo'g'dash uchun kunda oshqozonning ichki qismidagi shilimshiq pardasi 25% har kuni o'sib turdi ekan. Andan keyin shu bizning börekdə kunda 190 litr qon süzüb turulur ekan. Yana bir ish, odamning so'nggi har yili o'tir hisobda 10% atrofida yengillik turdi ekan. Mana ajoyib g'aroyib ishlar bo'ladi ekan badanimizda. Shuni qilib badanimiz nihoyatda mustahkam hamda bir hisobda doktorlar ko'pincha holda badanimizni davolab ro'yijatni davolamaydiganlar ko'p haqiqatan. Ro'yijat eng muhim deb o'ylaymiz. Ruh bilan teng birlashgan chog'da bizning badanimizni ruh ko'tarib ketayotgandiki, shu ro'yijatdagi bilimlarni ancha-muncha so'zlab o'tay deb o'yladim bundan keyin. Shunga bugun mishagicha so'zlay, hammanglarniki har kuni xayrlik bo'lsin. Xayr xo'sh.